Hozir men aytadigan birgina bank kartasi orqali siz hech qanday ish haqisiz, kafillarsiz hamda garovlarsiz bankdan qarz olib turishingiz mumkin. Xullas o'rtoqlar, TBC bankning Osmon kart kredit kartasi haqida ko'p gapirdik, imkoniyatlari, funksiyalari haqida ko'p gapirdim. Endi esa videolarimiz ostidagi ba'zi bir savollardan kelib chiqib, sizga kartadan foydalanishdagi juda ham kerakli bo'lgan bir nechta ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, kartadan 55 kungacha xaridlar uchun ishlatgan pulingizni qaytarib qo'ysangiz, sizdan hech qanday foiz olinmaydi. Bu zo'r imkoniyat, lekin mabodo bankomatdan pul yechadigan bo'lsangiz, sizdan komissiya ushlab qolinadi. Shuni e'tiborga olib qo'ying. Ikkinchisi, ushbu kartaga birgina TBC bank ilovasi orqali bemalol hech qanday shaxsiz, kafillarsiz, garovlarsiz bepulga buyurtma berishingiz mumkin. Faqatgina kartadan foydalanishda ortiqcha his-tuyg'ularga berilmasdan faqatgina to'g'ri maqsadlar uchun ishlating. Chunki qaytaradigan pulingiz 55 kundan oshib ketsa, sizdan ishlatilgan summaning o'ziga foiz hisoblanish boshlanadi. Uchinchisi esa kartadan foydalanishni boshlaganingizda TBC bank ilovasiga kirib, kredit kartalar haqidagi asosiy oynani ochsangiz, sizga minimal to'lov miqdori hamda maksimal to'lov miqdorini ko'rsatadi. Sizga ajratilgan limitdan to'laqonli foydalanish uchun minimal to'lov miqdorini belgilangan sanagacha to'lab qo'yishni unutmang. Umuman olganda kartadan 1-2 marta foydalansangiz sizga qanchalik kerakliligi ko'rinadi. Agar kartadan to'g'ri maqsadlar uchun foydalansangiz, bu sizning maishiy hayotingizga faqatgina qulaylik yaratadi.